Qizlar sizlarni bilmadimu, lekin men charchadim. Instagramdagi ideal hayotdan charchadim. Instagramda hamma go'zal, hamma baxtli, hamma omadli, hammaning oilasi ideal. Ko'plar 18 yoshida birinchi biznesini qurgan, 18,5 yoshida kvartirasini olgan, 19 yoshida zo'r mashina olgan va hokazo va hokazo. Lekin Instagram bu filtrlangan hayot parchalari. Biz boshqalarni ko'rib, o'zimizni solishtirishni boshlaymiz. Lekin mana shunda o'z hayotimizni o'zimiz o'g'irlab qo'yamiz. Chunki o'zimiz hayotimizni kamsitishni boshlaymiz. O'zimizni baxtimizni, o'z kulgimizni va eng yomoni o'zimizni shukronamizni yo'qotishni boshlaymiz. Men Instagram yurg'izishni boshlaganimdan beri bir narsani tushunib yetdimki, hech kimning hayoti ideal emas. Har bir insonning o'zining muammolari bor, qiyinchiliklari bor, hattoki tushkunlikka tushgan kunlari ham bor. Hammamiz bir xil yaralganmiz. Haqiqiy hayot Instagram ortida. Telefon kamerasi ortida. Haqiqiy hayot faqatgina yutuqlardan iborat emas, balki yutuqlarga olib boradigan qiyinchiliklardan ham iboratdir. Sizlarni bilmadimu, lekin mening hayotim to'g'ri yo'ldan emas, aksincha. Har xil burchaklardan, imtihonlardan, yiqilishlardan, ko'tarilishlardan iborat. Va bu normal holat. Hayotingizda har xil qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bu ham normal holat. Agar hali maqsadingizga erishmagan bo'lsangiz, bu ham normal holat. Hayot bu kulish, yig'lash, yiqilish, ko'tarilish, xursandchilik, g'am tashvish hammasidan iborat. И это нормально. Misol uchun hozir mana shu sochlarimni shu videoni olaman deb chiroyli qildim. Hozir yig'ib, tepada bir dunyo dazmolama qilishga ketaman. Sizlarga maslahatim, ham o'zimga maslahatim, boshqalarning hayoti bilan o'zimizni hayotimizni solishtirmasdan, o'zimizni baxtimizni va tinchimizni buzmasdan chiroyli hayot kechirib, faqatgina o'zimizni yutuqlarimizga konsentratsiya berib yashashimizni maslahat qilardim. Вот такой откровенный разговор.